Hammaga salom, sizlar bilan artefakt. So'rashingiz mumkin, nega bu yerda o'tiribsan deb. Javob oddiy, qishloqqa aytdim. Mana shu yerda o'tirsam qiziq narsa bo'larmish. Bu nima edi hozir? Men bu yaramaslarga aytdim, bu qayoqqa tashlashdi. Yana nimani tashlashdi? Aytgancha u yerga meteorit tushdi, ko'rdingmi? Albatta ko'rdim. Meni buyurtmam yetib keldi. Buyurtmang yetib keldi. Ha, buyurtma. Men buyurtmachilarga aytdim, to'g'ri boshingga tushirishdi. Yaramaslar ma'lum qilishmadi. Sen hech qachon o'zgarmaysan. Hammaylar o'zi nima buyurtma berganligini bitta ko'raychi. Bu buyurtmani olib kelishning eng tez usuli ham deyishgandi. Mana buyurtma kelibdi. Xo'sh, bu qo'rqinchli sandiqning ichida nima bor? Ichida nima bor? Minecraft olamidagi eng qudratli bombalar. Ya'ni bu sandiq ichi to'la TNT, to'g'rimi? Yo, bu yerda naqadar ko'p TNTlar bor. Ha, men yana ulardan qudrati bo'yicha taxlashni so'ragandim. Qudrati bo'yicha? Ha, katta qismi olamni yo'q qilib yubormaydi. Hech bo'lmasa menga shunaqa deyishdi. Qolgani o'rtasi bilan esa ehtiyotkorroq bo'lish kerak. Ular dunyolarni vayron qiladi. Hech bo'lmaganda menga shunaqa deyishdi. Ha, ko'rinish ham aytib turibdi. Singulyarlik TNTsi va cheksizlik TNTsi. Ha, bular bilan ehtiyot bo'lish kerak. Lekin sen bularni shunchaki tomosha qilish uchun olmagansan-ku, to'g'rimi? Qarasan o'zi. Sen haqsan, bir qopcha g'isht. Shuning uchun ham berib qolgan pulimni hammasiga sug'urtaladim qishloqda. Endi portlatib yuborsak ham qaytib tiklab berishadi. Mana bu yangilik. Unda kel hammasini birgalikda portlatamiz. Umuman olganda hammasini o'zim portlatmoqchi edim-ku, lekin seni boshingga meteorit tushmagan ekan, nachora birga portlatamiz. Sandiqdan nusxa olib oldim. Bu juda ham qulay. Xo'sh, bizda birinchi TNT bu yangi yil TNTsi. Xo'sh, menimcha biz hozir qishlog'imizga yangi yil kayfiyatini beramiz. Yoz kelayotgan bo'lsa ham. Ey, yaramas, birinchisi menga o'xshab kerak edi. Qochdik. Qani yangi yil. Obbo, hammasi rasvo-ku. Qani yangi yil bu yerga faqat yo'q deb yozib tashlashgan. Mana ikkinchi TNT. Aytgancha, birdaniga butun Minecraft olamini portlatib yubormaslik uchun birinchi eng kuchsizlardan boshlaymiz-da, keyin eng kuchlilarga o'tamiz. Ha, agar shular kuchsiz bo'lsa, bilmadim kuchlilar nima qiladi. Biz bu yerda yangi yil o'tkazmoqchi edik, haqiqiy nazarga aylanib ketdi-ku. Hammayli, bizda hali TNT ko'p. Bularni hali hammasini tekshirib ko'rish kerak. 3-TNT. Bu nima qilarkan qiziq. Xo'sh, portlasangchi, yaramas. Portladi va hamma narsa qotib qoldi. Bu esakdagi 3-TNT. Wow, bu yana nimasi bo'ldi? Xuddi bilgandekman. Portlatgan bo'lsak 3 ta TNT portlatdik, lekin allaqachon qishloqda nazarga aylantirib cho'ktirishga ulgurdik. Bu TNTga orolcha chizib ketishgan ekan. Qiziq, nima qilar kerak? Qotib qoldim. Yo, meni kompyuterim shu qadar kuchsiz yoki bu dinamitlar shu qadar kuchli? Nima, tutishdimi? Oho, mana buni orol desa tushunaman. Bu yana nima bola bo'ldi? Qandaydir tanish joylarga o'xshab ko'rinyapti. Bu dinamit pastdan nusxalab tepaga ko'tarib qo'yibdi-ku, ha? Yaxshi kayfiyatda dinamitlarni portlatishda davom etamiz va bizda keyingisi o'rmon TNTsi. Bunda ko'pgina daraxtlar chizilgan. Nima qiladi deb o'ylaysan? Surashini qara, soch o'stiradi. Unda bu TNTni boshingni portlatish kerak edi. Vo, o'rmonni qara. Yo'q, qaramayman. Sen undan ko'ra mana bunga qara. Artifact degan So your TNT bones ekan. will not give you cancer, only hepatitis. Nima dedi bu hozir endi? Xo'sh, endi meni galim TNT portlatish, men esa portlataman. Teleportatsiya TNTsi. Qiziq, bu nima qilarkin? Random joyga teleport qiladi, hammani bir joyga teleport qiladi, nimadir qiladi, teleport qiladi, balki. Ha, buncha ko'p gapirasan, portlat ko'ramizdan shuni. O'ldirasan qulog'imni. Borgan sari super kuchli TNTlarni portlatishga yaqinmiz. Vaqt TNTsi? Yo'q, adashasan. Ikkita vaqt TNTsi. Bittasi to'q qildi, ikkinchisi to'q qildi. Endi navbat mana bu TNTga. Buni ham albatta portlatishimiz kerak. Faqat buni nimagadir pastda portlatib kelyapti. Yurak shunaqa aytyapti deylik. Mayli, portlatdik. Xo'sh, nima qiladi bu TNT? Necha bor aytish kerak? Jip tur, portlayni ko'ramiz. Mana ko'rdik, qo'rqinchli ekan. Sen o'zi omadsizsan-da, raso dinamitlar tushadi. Sen undan ko'ra mana bu dinamitga qarab, pam! Nima bu sharmanda yo'qmi? Qara, mana bu yerda nostalgiya degan TNTni ko'zdan qochiribmiz. Buni ham albatta portlatib ko'rish kerak. Qani portlatamiz? Nostalgiya nomli TNT nima qila olishi juda ham qiziq. Bu yana nimasi bo'ldi? Vo, mana TNTni tutishibdi-ku senga taxtacha qo'yib ketdimi? Gap yo'q. Sen undan ko'ra mana bu TNTga qara. Yo'yandi. Nima bu TNT o'zga sayyoraliklar chaqladimi yoki nima? Wow, buncha moblar ko'p ham yer qo'tyapti. Bularni yo'q qil hozirroq. O'zing yo'q qil, u yerda yo'q qiladigan TNT ham bor edi. Tushunarli, yo'q qiladigan TNT menimcha ko'rgan edim. Qani bu sandiqda qo'yib olay boshlanishi. Qani, mana anti-mob. Mana shu bizga yordam berish kerak. Hozirroq buni portlatamiz. Umid qilamanki yordam beradi. Yo'qsa menda Minecraft 15 FPS bo'lib ketdi. Qani, yordam berdi. G'oyani it keldi. Ha, bunisini endi ustiga qoch endi, portlataman o'zim. Nima bo'lishini taxmin qilyapman. Uzoqlashish kerak menimcha. Bu hayotingda ko'rgan eng zo'r narsa bo'ladi. Wow!
men o'ylagandan ham zo'r chiqdi. Mana senga TNT, mana shuni portlatish kerak edi. Hozir hammamiz portlab ketamiz. Yomg'ir, bo'lishi mumkin bo'lgan eng zo'r TNT shu ekan. Oldinda bizda hali juda ham ko'p TNTlar kutib turibdi. Ayniqsa mana bu super TNTlar. Mayli, hozir mana bu loy TNTsini portlatamiz. Nima qiladi deb o'ylaysan bu TNTni? Qiziq, TNT nima qilardi? Bilmadim, portlasa kerak edi. Bu xir oddiy TNT emas-ku, bu loy TNT. Rostdan ham shunchaki portladimi? Mana TNTni iti, ajina TNT, hozir qo'rqib ketamiz. Ha, bu yuzni yana bir necha yil unutib olmasam kerak. Olmos TNT qiziq nimalarga qodir ekan? Buni ham albatta portlatib ko'rishimiz kerak. Faqat undan oldin o'rnatishim kerak. Mana bo'ldi, yoqdim. Qudratingni ko'rsin. Olmos. Meniki hammasi o'ynab tekizma. Xo'sh, ko'raylikchi, yana qanaqa TNTlar bor? Mana buni skeptiku, mana shunisini portlatish kerak. Uycha TNT, uycha qursa kerak-da. Sen topding, uycha qurdi. Qani kirib ko'raylikchi, qanchalik shinam uycha ekan. Qani kirib olsam bo'ldi deydi. Wow, eshikni yopamiz. Wow, naqadar qulay, naqadar yoqimli uy. Rostini aytsam, bu uy menga yoqyapti. Bunda nimadir bor. Dedingiz zo'rda, barbar. Men ham bu uyni olardim, Bobik uchun. Mayli, xayr, shinamgina uy. Men sen bilan xayrlashaman. Ichiga dinamit tiqib ketaman. Ming afsuski, qani portla. Wow, tekislaydigan dinamitga o'xshaydi. Tekislaydigan bu, sen mana bunga qara, o'qmen deyiladi bu. Qani o'ldir hammani, papa. Wow, zo'r ekan. Xo'sh, bino qilsak nimadir o'zgardi deb o'ylaysanmi? Albatta, yo'q hammasini. Yo'qishni bilmaysanmi, g'ijim? O'zi yo'qilmadi. Menga aybni to'kayvermasaychi, baribir hech narsa o'zgargani yo'q. Bu TNTlar shunchaki portlayotganda bir-biriga xalaqit beryapti. Shuni deb portlamayapti. Million o'q uchsa zo'r bo'lardi baribir. Keyingi super TNT bizda mana bu. Endi bu TNTni portlatamiz. Buncha ezmasa portlatdi. Qishloqda bitta hamma qo'rqinchli bloklarga aylantirib chiqyapmiz. Bo'ldi, surish kerak bu yerdan, boshqa joylarda portlatamiz. Mana bu yerlarni men yoqtirmayman. Shu yerlarni portlatish kerak. Xo'sh, yashil bobocham nima qila olasan? Oddiy TNTning kuchaytirilgan versiyasi menga yoqdi. Sen bu TNTni portlatding, demak mana bu Wait begona o't TNTsining vaqti yetib keldi. Qiziq, bu TNT nimalarga qodir ekan? Begona o'tlarni yomon ko'raman. Ularni tozalash shunchaki azob. Abba. Hamma yerga o'simliklar ekib tashladimi? Nimasi buni begona? Menimcha hattoki chiroyli ham ko'rinyapti. Yana portlatib ko'raylikchi. Mana zo'r-ku, menimcha ajoyib ko'rinyapti. Begona o'tlarga qarshi zo'r usul bu olovdir. Portlanafik. Yondirding. Xo'sh, bizda navbatda qaysi TNT? Lava okean nomi juda ham qudratli eshitilyapti. Qiziq, o'zi ham qudratlimi ekan? Mana savol qayerda? Savolga javob topding, u bir tenga qimmat ekan. Rostini aytsam, bu TNTdan ko'proq kutgandim. Menimcha shunchaki bu TNTni balandroq joyda portlatishimiz kerak. Shunda hammasi zo'r bo'ladi. To'g'ri, ikkinchi imkoniyatga hamma loyiqdir. Qotib qoldim. 1 hour later. Vop, nimadir boshlanganga o'xshaydi, nimadir bo'lyapti. Bu safar lava juda ham ko'p. Men sizlarga nima dedim bu TNT kuchli deb. Lekin men o'ylaganimdan ham kuchli ekan, hattoki Minecraft'da qotib qolyapti. Mujik, mana shunaqa bo'ladi lavali okean, qachga? Haqiqiy lavali okean. Xo'sh, buni ostida nimalar bo'lyapti? Lava hali pastgacha yetib kelgani yo'q. Shuning uchun sigirlar, sizlarda hali vaqt bor. Sizlarga qochishni maslahat beraman. Yana o'zingizlar bilasizlar. Menda g'oya bor, juda ham zo'r g'oya bor. Agar bu yerda lava okean bo'lsa, demak okean TNTsi ham bo'lish kerak. O, mana bu. To'xta, ahmoq, u super TNTlar orasida-ku. To'g'ri, sen haqsan. Uni video oxirida portlatishimiz kerak edi, lekin hozir bu bombani portlatish uchun shunchaki ideal vaqt. Menga ishon. Agar bu ham lavaga o'xshab okean paydo qilsa, juda ham qotadi. 1 hour later. Yana qancha vaqt kutish mumkin bu suvni? Va nihoyat okeanimiz paydo bo'ldi. Bu yana nimasi? Sandiq shuncha suvni to'xtatib qoldimi? Qiziq, lekin boshqa joylarni suv bosdi. Minecraft hattoki aqldan ozishni boshladi. Bu yana nimasi axir? Dahshatku. Suv sekin astalik bilan barcha lavani toshga aylantirishni boshladi. Bu juda ham chiroyli ko'rinyapti. Buni o'ylab qarasak, hozir mana bu suvni o'chirsak, bizda super qala bo'ladi. Sen haqsan derdim-ku, lekin buni ichi hamon to'la lava. TNTlarni portlatishga qaytamiz. Atrofimizda shunchaki devor qurdi. Qanday zerikarli. Lekin agar mana bu ikkita TNTni portlatib yuborsak, bu yer aylanadi zooparkka. Haqiqiy zooparkka aylandi. So'xran TNTni sen qo'ydingmi? Nima, ko'rmasam, men bo'lmasam kim qo'yadi? Qayerga ketib qoldim? Tushunmadim. Hozirgina boshqa joyda emasmidim yoki bu TNT meni teleport qildi.
O, bu TNT bizga qishloq topishga yordam berdi-ku. Endi mana shu yerlarni portlatamiz. Ha 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 ha. Xo'sh, menimcha o'zi ko'p TNTlarni portlatib bo'ldik. Navbat mana bu mob TNTga. Xayolimda buni portlatdim yoki bo'yagi boshqachamidi? Ha, bu bittadan mob paydo qilar ekan. Rasvo. Bu mobchalaringni yig'ishtir, mana TNT yo'qyadi. Bu juda ham chiroyli edi. Shuning uchun ham menga yordam ber. Bu safar 10 ta yo'q, 15 tasini portlatamiz. Hammasini aktivlashtirishga ulgur endi qo'shdik. Meni ikkinchi ismim Tor bo'ladi. Qara, mana bu TNTga ham o'rolcha chizib ketishibdi. Buni ham albatta portlatishimiz kerak. O, bu ham orol paydo qilganga o'xshaydi, faqat kichkinachasi. Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda mana bu Skyblockda yashaymiz. Faqat bizda bittagina narsa bor, super TNTlar. Bugun biz ularni portlatib bu orolda yashab qolishimiz kerak. Masalan, mana bu qor TNTsi. Ko'ramiz nima qila olar ekan. Butun olamni muzlatsa hayron qolmasdim. Sharmanda qildik-ku. Ha, kuchsiz ekan, lekin suvni muzlatdi. Tushundim, bu TNTni pastroqda portlatish kerak. Shunda hamma yerni qor qoplaydi. Yo'q, qoplamadi. Mana qishda nima kerak? Bunker TNT, bunker quradi nafik. Bunker deyman, bu nima bu? Sen xohlagandek bunker, faqat bunga kirish qayerda bo'ldi? Hammayli buzib kiramiz. Obsidianli quticha favqulodda holatlarda rostdan yordam berishi mumkin. Unchalik ham ko'p TNT qolmadi. Yaqinda superlarni boshlaymiz. Bu haqiqiy dahshat bo'ladi. Shuning uchun shoshilishimiz kerak. Mana bu TNTni portlatamiz. Qiziq, u nima qila oladi? Portla? Ha, bu TNT xuddi unga o'xshar ekan, o'ziga teleport qiladigan, faqat bu safar qamoqxonasi bor. Ko'rinishi jihatdan mana bu TNT baridan farq qilar ekan. Portlatib ko'ramiz. Portlasang-chi, u ajoyib. Chiroyli bo'lsa ham unchalik kuchli emas ekan. Shoshmasang-chi, kuchlisiga ulguramiz hali. Gubka TNT, bu yerda o'ylab o'tirish ham shart emas. Bu shunchaki suvni so'rib oladi. Bu aniq. To'xta, men portlatmay yaramas. Barma hammasini men sotib olganman. Ko'rishim kerak-ku, to'g'rimi? Portla. Xuddi portla demasang, portlamasdan qolib ketadi. Bu bilan okeanlarni quritish juda ham oson bo'lardi. Sen buyoqqa mana TNTni yo'yadi. Qayergadir qochib ketishdi. Senga har safar qiziqarli TNTlar tushyapti. Bul, hammasini portlat, hammasini portlatmay ham yordam beraman. Qani portlaylar, yaramaslar. TNTlar yo'qirvol, yo'q qilinglar hamma narsani. Mana bu uchani ham hozir osmonlarga uchirib yuboramiz. Salutchalarim portlaylar, yo'q qilinglar hammasini. Qumlar havoda uchib yuribdimi? Superlarga o'tishdan oldin yana 3 ta TNT qoldi. Hozir mana shularni hammasini portlatib ko'ramiz. Masalan, mana bu pishloq TNTsi. Nima qiladi deb o'ylaysan bu TNTni? Pishloq TNTda nima kutish mumkin? Xo'sh, qayerdan bilay men portlatib. Nima qilding? Endi qiz yotuvdi, o'chirib qo'yding, pachoq. Qiziq, mana bu TNTni portlatganmidik? Tekislaydigan portlatganmidik yo'qmi? Portlatuvding, kuchsiz edi. Mana pastdan portlatish kerak, buni zo'r chiroyli qiladi. Qani? Vop, chiroyli. Xo'sh, yaxshi. Endi sandiqni qo'yamizda oxirgi super TNTlardan oldin oxirgi TNTni portlatamiz. Nima qilding? O'zi ham lahzalarga mos tushib qoldi-da. Xo'sh, ko'raylikchi bu TNT nima qila olarkan? Qani, portla. Ajoyib TNT. Nimaga kulyapsan, ahmoq? Meni itamchi. Ko'proq portlatish kerak. Dunyolarni yo'q qilamiz. Seni unutmayman, lekin portlatish kerak. Super dunyolar tozalovchisi. Xo'sh, birinchi super TNTga o'tish vaqti yetib keldi. Quloqlarim chillab qoldimi yoki buni sen ham eshityapsanmi? Bu TNT oddiy emasligini allaqachon bildirdi. Bilasanmi nima? Bu TNT xavfliga o'xshab tuyulyapti. Oxirgi bo'lib portlatamiz. Fikringga qo'shilaman. Oxirgi bo'lib portlatamiz buni. Hozir esa mana bu qora TNTni portlatamiz. Men yo'qaman, qochish kerak. Menimcha uzoqlarga qochish kerak. Bu qattiq portlaydi lekin bana. Xuddi kutilganidek Minecraft qotib qoldi. Bilmadim endi qancha kutish kerak. Vop, mana TNT portlab ketdi. Wow, juda ham ulkan portladi-ku. Shunday katta joyni shunchaki yo'q qilib yubordi. Ajoyib. Bu yerimiz TNT qishloqli orolchamizni yo'q qilib yubordi-ku deyarli. Mana buni qarab, bunisi ham gapiryapti-ku. Nima qilamiz endi? Yo'q, bu safar portlatamiz. Shularni portlatamiz. Bu gapiradigan TNT nimalar dedi bilmadim, lekin bu yerda sanoq ketdi. 100% bo'lsa menimcha bomba portlaydi. TNT shu qadar qudratliki, mana shunday sanoq sistemasi kerak. Xo'sh, va nihoyat 99.9% bo'ldi. Endi nimadir bo'ladimi?
Dahshat, ta'riflashga til ojiz. Bu TNT dahshatli darajada katta joyni yo'q qilib yubordi. Ko'rdingizmi? Bu o'tgan safargi TNTning izi edi. Mana TNT qanchalik qudratli. Oddiy moblar singari qishloqqa ham butunlay qotib qolgan. Menimcha olamdan chiqib kirishimga to'g'ri keladi. Bu olamga nimalar bo'ldi? Men axir shunchaki kirib chiqdim-ku. Qani bo'yiga ulkan krater, nega uning o'rnida mana bunday xato chanklar bor? Men bu olamga shunchaki chiqib kirdim, lekin krater qayergadir g'oyib bo'libdi. Ha mayli, bundasiga hattoki zo'rroq ham ko'rinyapti. Xo'sh, va nihoyat bombalarni portlatishni davom ettirishimiz mumkin va bu safar ishlatamiz. Qaysi birini hattoki bilmayman. Bularni hammasini portlatdik. O, mana bunisini portlatsak bo'ladi. Lekin yo'q, bu juda ham qudratli ko'rinyapti. Yaxshisi mana bu olmoslisini ishlatamiz. O'qishni bilmaysanmi? Ustiga yo'q deb yozib qo'yganing yozishasiga bo'lsa ham, demak bunda olmos yo'q, yolg'onmi? Nima bo'lganda ham baribir portlatishimiz kerak deb o'ylayman. Qani portlayarmas. Qotib qoldi? Voy yuragim, meni teshib o'tdi bu olmosli nayzalar. Ta'riflashga til ojiz. Bu juda ham chiroyli ko'rinyapti. Yana bitta super bomba, qani ko'raylik nima qilarkan butoq bilan yo'qib tashlasa kerak. Sharmanda ikkita bomba paydo qildi bizdan keyin. Menimcha ham kuchlilar bo'limiga adashib tushib qolganga o'xshaydi. Bu yana nimasi bo'ldi? Menimcha fikr chiqarishda shoshilib qo'yganga o'xshaymiz. Chunki butoq rostdan ham yo'q bo'lib ketyapti. Ha, kuchli ekan rostdan ham. Yana bittasini chuqurda portlatib ko'rish kerak. Qani ketdi. Ko'raylikchi tor joyda bu dinamit nimalarga qodir ekan. Wow, bu chiroyli, juda ham chiroyli ko'rinyapti. Hozir super mega ultra duper puper portlash bo'ladi. Qani kachka zo'r portladi. To'g'ri, bo'ldi, ketdik. Endi bo'ldi, ketdik. Super olovli tantani kutib oling. Xo'sh, ko'raylikchi, sen nimalarga qodir ekansan? Uzoqlashamiz qishloqqa. Aqllini qara, sensiz ham bilaman nima qilishni. Yana qancha kutish mumkin bu lavani? Wow, men buni taniyman. Qayerdadir ko'rgandayman. Bilasizlarmi qayerda? Mana qayerda. Va menda yana bitta g'oya paydo bo'ldi. Ikkalasini birlashtirsa nima bo'ladi? Mana bu lavalisini olmoslarning ichiga tiqsa. O'ylab o'tirishga hojat yo'q. Shunchaki tekshirib ko'ramiz. Faqat qochishga ulgursam bo'ldi. Portla lavali bomba. Esiz, lavali TNTning shoxlari kaltaroq ekan, lekin shunga qaramasdan baribir menimcha juda chiroyli ko'rinyapti bu ikkalasi ham. LOL TNTsini portlatish vaqti yetib keldimi? Yo'q, menimcha undan oldin yana bir nechtasini portlatsak bo'ladi. Masalan, mana bu massiv TNT. Bu uchtani esa oxirgi eng qudratlilari sifatida olib qo'yamiz. Mayli, massiv TNTni portlatamiz. Allaqachon qo'ydingmi? Yaxshi, portlatdik. Qochib qol, o'lasan ot. Ha, bundan oldin ko'rganlarimiz oldida hech narsa emas-u, lekin baribir kuchli. Bu TNTni shunchaki juda ham ko'p portlatish kerak. Yo'q, hammasini yo'q. Mana zo'rligini ko'ryapsanmi, kachkami ham? Mayli, top 3talikka o'tish vaqti yetib keldi. LOL TNT. To'liq nomini aytaman desam tilim sinishi mumkin. Shuning uchun shunchaki portlatamiz. Tezlashsang-chi, men ham qiziqib ketyapman. Qani surdik. Xo'sh, shuncha kutdik va Minecraft qotdi. Xuddi kutilganidek. Barcha oddiy moblar singari qishloq ham qotib qoldi. Mayli, kutishdan boshqa iloj yo'q. 1 hour later. Wow, mana TNT bo'lmasam. LOL TNTsi xuddi kutilganidek juda ham qudratli ekan. Buni qaranglar, qanday katta joyni tozalab tashladi. Oho, bunda ham kuchlilarni ko'rdik, lekin bu ham yomon emas. Kachka, malades, andushi. Ikkita super qudratli dinamitlar qoldi. Singulyarlik TNTsini oxirga olib qo'yamiz-da, hozir cheksizlikni portlatamiz. G'alati eshitildi. Unda cho'zib o'tirmasdan yo'qamiz. Qochdik yoki qochishdan ham foyda yo'qmikin? Va portladi. Nima allaqachon portladi? Nega bunchalik tez? Bu moblar bloklar nima? Bu TNT yo'q qilish kerak emasmidi? Hamma narsani paydo qilyapti. G'alati, menimcha qudratlilar bo'limiga shunchaki ustida cheksizlik belgichasi borligi uchun tushgan. Gapingda sabzavot bor, shunaqa bo'lsa kerak. Hammaylar lekin baribir chiroyli ko'rinyapti. Xo'sh, bu faqat bitta narsani anglatadi. Bizda bittagina super TNT qoldi. Menga berchi bu yaramasdi. Chacha! Qo'shig'ini ham boshladi. Hattoki atrofidagi qorlar ham erdiyapti. Bu juda ham issiq TNTga o'xshayapti. Uni tezroq portlatish kerak. Uzoq kutilgan onlar yetib keldi. Super mega duper TNT. Ha, xuddi kutilganidek sanoq boshlandi. Faqat menimcha bu safar giper darajada sekin. Oradan salkam 1 daqiqa o'tdi, lekin hali 1% ham bo'lgani yo'q. Tasavvur qilyapsizmi? Bilmadim 100% bo'lishiga qancha vaqt ketadi, lekin men maksimum kutaman. Xullas 14% ga kelganda Minecraft ko'tara olmasdan o'chib qoldi. Men esa taslim bo'ldim kelmadi, shuning uchun bu ishni yana bir bor qilib ko'raman.
Faqat bu safar o'xshashi uchun Minecraft so'zlamalarini maksimal darajada kichraytirib qo'yaman. Xo'sh, umid qilamanki bu safar hammasi o'xshaydi. Yana bu dinamit portlashini kutar ekanmiz. Izohlarga o'tingda sizga bugun eng yoqqan TNTni yozib qoldiring. Qaysi biri sizga ko'proq yoqdi? Kamonlimi, bunker qurganmi yoki yana va hokazo? Soat 23:30 va endi 19% bo'ldi bir necha soat ichida. Men ertalabgacha shunday qoldiraman, umid qilamanki hammasi 100% bo'lishga ulguradi. Xullas, men TNTni portlatishga naqd 2 marta urinib ko'rdim. Birinchi martasida kechasi uyimizda elektr toki o'chib qoldi. Ikkinchi martasida esa kechasi bilan portlashning atagi 25% bajarilibdi. Tasavvur qilyapsizlarmi? 9 soatda. Qisqacha qilib aytganda, mening kompyuterim bu TNTni portlata olmadi. Bu omadsizlikka qaramasdan, bugun biz juda ham ko'p va qiziqarli TNTlar portlatdik. Umid qilamanki, zerikib qolmadingiz. Xayr, sog' bo'ling.